Bugun 2-iyul va sizlarga bugungi dastavkalarimizni ko'rsatmoqchiman. Demak, bizda dumaloq tuvagimizda shunaqa chiroyli palmamizdan ishlab berdik. Uni bo'yi 1,70-1,80 chiqadi. Keyingi palmamizning ham bo'ylari 2 metrdan oshiq. Buni kачестволari juda ham zo'r, birga bir qilib ishlangan. Ko'rgan odam xuddi tabiiy deb o'ylaydi, uni yoniga kelib ushlab ko'rmagunicha. Keyingi zaytunimiz bizda dumaloq oq tuvadi. Buni bo'yi 1,60, kачестволari juda ham zo'r, qop-qora mevani qilib ishlangan, xuddi bu ham tabiiyga o'xshab ishlangan. Demak, bizda mana bunaqa plastik qilib ishlangan zaytunimiz, buni klientimiz ikkita bir xil tuvaga, ratangoviy tuvaga hovlilariga qo'yish uchun zakaz berdilar. Yaltach zaytunlardan ishlab berdik. Xo'p, bizda keyingi zakazimiz bunaqa minimalizm uslubida ishlangan zaytunimiz. Buni ham o'zingizlarning uyingizga, interyeringizga moslab olsanglar bo'ladi. Bugun hamma dastavkalarimizni chiqarib boramiz. Agar sizlarga ham shunaqa chiroyli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Yomg'irda olgan videomizni chiroyli baholab, like bosib ketasizlar degan umiddaman.